Assalomu alaykum qadrdonlar. Demak, bugun sizlar bilan 13-may ikkinchi smena savollarini tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savol. Quyida keltirilganlardan qaysilari to'g'ri ekanligini ko'rsating. Bu yerda A umumiy tezlanish, A T tangensial tezlanish, A N normal tezlanish. Demak, bu yerda A T va A N orasida bog'lanishlar berilgan ekan. Bu yerda A umumiy tezlanishimiz har doim bizda vektor holat yozadigan bo'lsak, normal bilan tangensialda yig'indisiga teng bo'ladi har doim. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, to'la tezlanishimiz har doim normal tezlanishdan katta. Shu bilan birga u tangensial tezlanishdan ham katta bo'ladi. Sababi ular yig'indisi bo'ladi. Minimal holatda bir-biriga teng bo'lishi mumkin. Normal tezlanishimiz to'la tezlanishdan katta bo'lishi mumkin emas. O'z-o'zidan ikkinchisi chiqib ketadi. Tangensial tezlanishimiz esa to'la tezlanishdan katta bo'lishi mumkin emas. Shu sababli 4-inchisi ham chiqib ketadi. Shunda javobimiz 1 va 3. A javob. Ikkinchi savol. Jism tinch holatdan harakatni boshlab 5 sekundda 0.6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qildi. Keyin 12 sekundda tekis. Harakat oxirida esa 6 sekund tekis sekinlanib to'xtadi. Uning oxirgi 12 sekundagi o'rtacha tezligini toping. Demak, o'rtacha tezlik degani B o'rtacha teng S taqsim T degani. Ya'ni bu yerda S imiz oxirgi 12 sekundda bosib o'tilgan yo'l. Biz shuni hisoblab topishimiz kerak. Xo'p. Harakat grafikini chizadigan bo'lsak, V T, ya'ni tezlikda vaqtga bog'lanish grafiki. 5 sekundda 0.6 tezlanish bilan harakat qildi. Bu degani 3 metr taqsim sekund tezlikka erishadi degani. Shu yerda bu 3 tezlikka erishdi. Bu vaqtimiz 5 sekund. Keyin 12 sekundda tekis harakat qildi. 12 sekund tekis harakat qildi degani u 17 sekund vaqt nuqtasiga keldi degani. Va oxirgi 6 sekundda tekis sekinlanib to'xtadi. 6 sekundda tekis sekinlanib to'xtadi. Xo'p, 12 imiz bu 17 nuqtaga keladi. 6 sekund degani 23-sekund nuqtasiga keladi. Oxirgi 12 sekunddagi yo'li degani 23 dan 12 sekund oldingi nuqtamiz bizda 11 degani. 11 u 23 oralig'idagi bosib o'tilgan yo'l topishimiz kerak. Buning uchun mana shu soha yuzasini topishimiz kerak. Bu yerimiz 6 ga teng, katta asosimiz esa 12 ga teng. Yuzani topsak S teng 6 plus 12 taqsim 2, ko'paytirib balandligimiz 3 ga teng. Bu 27 ga teng ekan. O'rtacha tezlik formulasiga ko'ra 27 taqsim tani qiymati 12 ga teng, 3 ga bo'lib o'rsak 9 taqsim 4 degani. Bundan V o'rtachamiz 2.25 metr taqsim sekundga teng. Javobimiz A. 3-savol. Bikrli 1.6 kN taqsim metr bo'lgan prujinaga 5 kg massali yuk ilinganda necha santimetrga cho'ziladi? Demak, K delta ximiz teng bo'ladi mj ga. Delta x topsak mj taqsim K ga teng. Demak, mj imiz 50 ga teng, K imiz 1600 ga teng. Sabab kilonewton deyilganligi uchun oddiy newton taqsim metrga o'tkazganimizda 1600 ga teng bo'ladi. 10 ga bo'lib o'rsak 5 taqsim 160 metrga teng. Javobimiz santimetrda so'ralganligi uchun 100 ga ko'paytiramiz. Bu degani 500 taqsim 160 santimetr. 20 ga bo'lsak 25 taqsim 8 santimetr. Javobimiz B javob. 4-inchisi. Qiyali burchak 30 gradus bo'lgan qiya tekislikda 2,5 kg massali jism tinch turgan bo'lsa, ishqalanish kuchini toping. Demak, qiya tekislikda jism tinch turgandan keyin og'irlik kuchini x o'qi bo'yicha proyeksiyasi, ya'ni grafik chizmasini chizadigan bo'lsak, mana shu yerda jism tinch turibdi degani. Bu yerda jism tinch turish sharti bu yo'nalishda px bo'ladi. Pximiz bilamizki mj sinus alfa bo'ladi. Ya'ni og'irlik kuchini bu o'qdagi proyeksiyasi px ga teng bo'ladi va orqa tomonga yo'nalgan f ishqalanish bo'ladi. Tinch turish uchun ishqalanish kuchi bilan px qiymati teng bo'lishi kerak. Bundan ishqalanish kuchi
mg sin alfaga teng. Demak, F ishqalanish teng 25 ko'paytirib 1 taqsim 2 12,5 newtonga teng. Javob C. 5-savol. Agar m 12 kg bo'lsa, rasmdan foydalanib SB ipdagi taranglik kuchini toping. Demak, mana burchagimiz ham alfaga teng bo'ladi. Sin alfa 5/13 ga teng bo'lsa, bu 5 degani 5x, bu 13x. Bu burchakda alfa deydigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu 12x ga teng. Chizmaga e'tibor beramiz. Burchak tangensini topadigan bo'lsak, tangens alfa teng t SB, ya'ni mana bu SB ipti tarangligini bu yerda proyeksiyasini oldik. Shuning uchun burchak qarshisidagi katetimiz t SB bo'ldi. Yopishgan katetimiz mg ga teng. T SB ni topadigan bo'lsak, mg tangens alfa degan. mg'imiz 12 ga teng yoki 120 ga teng. Tangens alfani hisoblasak 5/12 ga teng. Javob 50 newton. D javob. 6-masala. Massasi 300 gram bo'lgan jism tezlanishi 2 metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa, teng ta'sir etuvchi kuch necha newton bo'ladi? Teng ta'sir etuvchi kuch har doim F natijaviy teng ma ga. Massamiz 0,3 ko'paytirib 2 teng 0,6 newton. Javob A. 7-si. Bir yo'nalishda harakatlanayotgan ikki jism berilgan bo'lib, birinchi jism massasi m1, tezligi v1 va ikkinchi jism massasi m2 va tezligi v2 ga teng. Jismlar noelastik to'qnashsa, birinchi jism to'qnashuvdan keyingi kinetik energiyasi topilsin. Demak, impuls saqlanish qonuniga ko'ra, jism x o'qi bo'yicha harakatlanyapti. Massasi m1, tezligi v1 ekan. Bu yerda massasi m2, tezligi v2 bo'lgan jism harakatlanyapti. Birinchi holat bu. Ikkinchi holat ular noilasi to'qnashibdi, ikkalasi bir-biriga ulangan holatda harakatlanadi. Umumiy massamiz m1 m2 ga qandaydir u tezlikda harakatlanadi. Demak, m1 v1 plus m2 v2 teng m1 plus m2 u ga teng. Uni topadigan bo'lsak, m1 v1 plus m2 v2 taqsim m1 plus m2 ga teng. Birinchi jism kinetik energiyasi y1 teng m1 u kvadrat taqsim 2 ga teng. Yoki m taqsim 2 u o'rniga m1 v1 plus m2 v2 taqsim m1 plus m2 ni kvadratiga teng. Bu m1 ga teng. Demak, javobimiz m1 v1 plus m2 v2 ni kvadrati taqsim 2 m1 plus m2 ni kvadrati. Hop, m1 bilan boshlansa, o'z-o'zidan B javob xato, D javob xato. Hop, A javobni ko'rsak, xuddi shunday ekan. Demak, javobimiz A. 8-si. Harakat qonuni x teng a kosinus omega t bo'lsa, tezlik tenglamasini toping. Demak, harakat qonuni a kosinus omega t ekan. X dan olingan birinchi tartibli hosila v ga teng. A yu kosinus omega t ni hosilasi minus omega sinus omega t. Demak, y-imiz teng minus a omega sinus omega t degan. Demak, javobimiz D javob. 9-si. Ko'lning 40 metr chuqurlikdagi umumiy bosimi qanday? P teng P0 plus ρj degan. P0'imiz 10^5 plus 10^3 ko'paytirib 10 ko'paytirib 40. Demak, 10^5 plus 4 ko'paytirib 10^5. Bu degani 5 ko'paytirib 10^5 paskalga teng. Yoki bu 500 kilo paskalga teng. Javobimiz B. 10-si. Suv ichida hajmi 32 mm3 bo'lgan havo pufakchasiga sirt taranglik kuchi tufayli hosil bo'lgan qo'shimcha bosim toping. Pi 3 ga teng ekan. Hajmi 32 mm3 ekan. Demak, 4/3 pi r kub. Pi ni 3 deb hisoblang debdi, shuning uchun qisqartirsak bo'ladi. R kubimiz teng 32/8. 32/4
tur. Bu 8 millimetr kubga teng. Bundan R teng 2 millimetr chiqadi. Demak, radius 2 millimetr bo'lgan havo pufakchasi suv ichida bor ekan, unda sirtaranglik kuchi tufayli hosil bo'lgan qo'shimcha bosim toping. Qo'shimcha bosimimiz P teng x sigma taqsim R ga teng 2 ko'paytirib suvni sirtaranglik koeffitsiyenti 73 millinewton taqsim metr kvadrat yoki 73 paskalga teng. Hop, ko'paytirib 10⁻³ taqsim 2 ko'paytirib 10⁻³ darajasi qisqartirdik. Javob 73 paskal. 11-savol. Agar shardagi geliy o'rniga teng miqdorda neon bilan almashtirilsa, sharni ko'tarish qobiliyati qanday o'zgaradi? Havoning molyar massasi 29 gram taqsim mol. Havo shari qobig'ining massasini hisobga olmang. F ko'taruvchi kuchimiz Rho havo minus Rho gaz va jism J. Bu yerda zichlikka bog'langan, lekin masalamiz asosan molyar massa haqida gapirilyapti. Mendeleyev Klaperon tenglamasiga ko'ra P teng m taqsim mu RT degani. Bundan P mu'yimiz teng bo'ladi m taqsim v RT ga. Bu zichlikka teng. Mu'yimiz yoki P mu'yimiz teng bo'ladi Rho RT ga. Bundan Rho ni topsak P mu taqsim RT ga. Demak, Rho zichligimiz proporsional mu ga deb chiqadi. Birinchi holatda ko'taruvchi kuchimiz F1 teng Rho havo minus geliy o'rniga ekan. Rho geliy va havo sharli jism endi bu J ga. Ikkinchi holatda F2 teng Rho havo minus Rho neon va jism J ga. Nisbat to'sak F1 taqsim F2 teng. Hop, zichlik molyar massaga proporsionalligidan mu havo minus mu geliy taqsim mu havo minus mu neon. Havo uchun 29, geliyda 4, havo 29, neon 20. Demak, 25 taqsim 9. Hop, bizda F1 taqsim F2 bo'lyapti. Bu narsa kamaydi hisobida bo'ladi. Shuning uchun 25 taqsim 9 ga kamaydi. Javob. 12-si. 16 gram massadagi atomlar sonini toping. Molyar massasini topsak, nu teng m taqsim mu, ikkinchi tomondan n taqsim n Avogadro. N ni topadigan bo'lsak, m n Avogadro taqsim mu. Massasi 16 ko'paytirib 10⁻³ darajasi ko'paytirib 6 ko'paytirib 10⁻23 taqsim 64 ko'paytirib 10⁻³ darajasi qisqartirsak 6 taqsim 4 bu 1,5 ko'paytirib 10⁻23 ta atom mavjud ekan. Demak, javob A javob. 13-savol. 12 mol bo'lgan bir atomli gazni, endi molyar massasi 12 mol bo'lgan bir atomli gazni 60 Kelvin haroratini oshirishda ichki energiya o'zgarishi qanday? Demak, delta U teng bir atomli bo'lganligi uchun 3 taqsim 2 nu R delta T ga teng. 3 taqsim 2 ko'paytiruv 12 ko'paytiruv 8,31 ko'paytiruv 60. Hop, 3 bilan 8,31 ko'paytirsa 25 ga teng, bu 6 ga teng. Demak, 6 ko'paytiruv 25 ko'paytiruv 60. 150 ko'paytiruv 60. Javob 9000 joule yoki 9 kilojoule degani. B javob. 14-si. PV kvadrat teng konstant. Qonun bo'yicha bosim ortayotgan bo'lsa, temperatura qanday o'zgaradi? Klaperon tenglamasiga ko'ra PV taqsim T teng konstant degani. Nisbatni oladigan bo'lsak, bizda hop PV ko'paytiruv V taqsim PV T ko'paytiruv bo'lib chiqadi teng konstant. PV lar qisqartirib o'rsak V ko'paytiruv T teng konstant bo'ladi. Bundan temperatura proporsional 1 taqsim hajmga. Ya'ni temperaturamiz hajmga bog'liq bo'ladi.
Savolda bosim ortayotgan bo'lsa deyilgan, bosimga temperaturani bog'liqligi yo'q ekan, demak o'zgarmaydi. Javob. 15-si. Carnot sikli bo'yicha ishlovchi dvigatelda T1 900, T2 600 kelvin foydali ish koeffitsiyentini topamiz. 900 minus 600 taqsim 900 ko'paytirib 100 ga. Demak 300 taqsim 900 ko'paytirib 100. Bu degani 100 taqsim 3 ga teng ekan. Ikkinchi tomondan foydali ish koeffitsiyenti 100 taqsim 3 ga teng bo'lsa, bajarilgan ishda qo'birga nisbati bu. Demak 100 ko'paytiruvsi ham bor, foiz bo'lganligi uchun qisqaradi. A ni topsak, qo'bir taqsim 3 ga teng. Bu bitta siklda bajarilgan ish. Bizdan 3 siklda bajarilgan ish so'ralyapti. Demak, A umumiy teng 3 ta A ga. Bu degani 3 ko'paytiruv qo'bir taqsim 3, javob qo'bir, ya'ni 400 joulga teng ekan. A javob. 16-si. Zaryad minus 20 kulon va 4 kulon radiuslari 5R va 3R bo'lgan sharlar dastlab F1 kuch bilan ta'sirlashmoqda. Ular bir-biriga tekizilib avvalgi vaziyatga qaytarildi. F1 taqsim F2 ni toping. Qaytarilsa, ikkinchi holatdagi ta'sirlashuv kuchi F2 ga teng bo'ladi. O'sha holatdagi F1 bilan F2 nisbat topish kerak. Savolda kamchilik etib qo'ygan. Mana shu yerga to'ldirib yozib qo'yamiz. Xo'p, demak, birinchi holatda ta'sirlashuv kuchi F1 teng K qo'bir ((-2) taqsim oradagi masofa R kvadratga teng. Endi modul jihatdan hisoblayveramiz. K ko'paytirib 20 ko'paytirib 4 taqsim R kvadrat teng 80 ta K taqsim R kvadratga teng. Zaryad saqlanish qonuniga ko'ra, umumiy zaryadimiz qo'bir plus Q2 teng minus 20 plus 4, bu minus 16 kulon degani. Bir-biriga tekizilganda sharlarda zaryad bir-biriga o'tadi, ya'ni almashadi. Qaysi bir radius katta bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ko'proq zaryad joylashgan bo'ladi. Ya'ni zaryadlarda o'tishi potensiallar tenglashguncha bo'ladi. Ikkinchi holatda potensiallar tenglashdi deylik va har birida zaryadlar qo'bir shtrix va Q2 shtrixga teng bo'lsin. Phi birimiz teng bo'ldi. K qo'bir shtrix taqsim 5R. Ikkinchisida phi 2 teng K Q2 shtrix taqsim 3R. Tenglasak, qo'bir shtrix taqsim 5 teng Q2 shtrix taqsim 3 ga. Bundan qo'bir shtrix topsak 5 taqsim 3 Q2 shtrix. Zaryad saqlanish qonuniga ko'ra qo'bir shtrix plus Q2 shtriximiz teng edi minus 16 kulonga. Qo'bir o'rniga 5 taqsim 3 Q2 shtrix plus Q2 shtrix teng minus 16 kulon. Bundan 8 taqsim 3 Q2 shtriximiz teng bo'ldi minus 16 ga. Demak, Q2 shtriximiz teng bo'lar ekan minus 6 kulonga. Qo'bir shtriximiz minus 10 kulonga teng ekan. Bu holatda ta'sirlashuv kuchi F2 teng K qo'bir shtriximiz 6 ga teng, Q2 shtriximiz 10 ga teng taqsim R kvadrat. Demak, 60 K taqsim R kvadratga teng ekan. F1 taqsim F2 ni topsak 80 K taqsim R kvadrat 60 K taqsim R kvadratga teng. Qisqartirsak 4 taqsim 3 qoladi. Javob A. 17-si. O'lchamlari bir xil bo'lgan simob tomchilari zaryadga ega, ular birlashsa umumiy zaryadni toping. Birlashsa degani shunchaki bularni qo'shishimiz kerak. Minus Q ga 2 Q ni qo'shsak, Q ga minus 8 Q ni qo'shsak, minus 7 Q, minus 7 Q ga 12 Q ni qo'shsak, plus 5 Q ga teng. Javob qancha Q ga teng deyilgan? Javob A javob. 18-savol. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, bu sistema cheksiz holatda davom etgan, ya'ni boshidan boshlab hisoblasak ham n-ta sig'imish holatda bo'lgan. Bu yerdan boshlab hisoblasak ham n-ta sig'im bor. Bu yerdan boshlab hisoblasak ham xuddi shu tizim n marta takrorlangan. Bundan kelib chiqadiki, mana shu sistemani umumiy sig'imini S umumiy deydigan bo'lsak, bizda mana bu sistemani ham sig'imi S umumiyga teng. O'sha holatda chizadigan bo'lsak, demak, bitta
s sig'imimiz, mana bu sig'im keldi. Bu nuqtadan 2 ga ajraldi. Bitta o'ngga, bitta pastga. Shu holatda 2 ga ajraymiz. O'ngga harakatlangani bitta sistema qilib, buni sig'imini s umumiy desak bo'ladi. Chapga harakatlangani, ya'ni pastga harakatlangani s desak bo'ladi. Ikkalasi bu nuqtada birlashdi. Birlashtiradigan bo'lsak, sistema shu holatga keldi. Shu holatda umumiy sig'im topamiz. Birinchi qiladigan ishimiz parallellangandagi umumiy sig'imimiz s1 desak, bu s umumiy plus s ga teng. Ketma-ket ulagan holatimizda ikkinchimiz s umumiyimiz teng bo'ladi. S yu s1 taqsim s plus s1 ga. Bundan s yu s1 o'rniga s umumiy plus s ga s plus s umumiy plus s desak bo'ladi. Demak, s yu s umumiy plus s kvadrat taqsim ikkita s plus s umumiy. Proporsiya qilsak, ikkita s umumiy plus s umumiy kvadrat teng s yu s umumiy plus s kvadratga. S umumiy kvadrat plus s yu s umumiy minus s kvadrat teng 0. Shu kvadrat teng nimani? S umumiyga nisbatan bajaramiz. Diskriminant hisoblasak, s kvadrat plus 4 s kvadrat teng 5s kvadratga. S umumiyimiz teng minus s plus ildizda 5s taqsim 2 ga. Bu degani ildizda 5 minus 1 taqsim 2 s ga teng. Javob A. 19-savol. Rasmda har bir qarshilik yerga teng bo'lsa, umumiy qarshilikni toping. Umumiy sistema chizmani soddalashtirib olamiz. Mana shu yerga chizgan bo'ladi. A nuqta-yu B nuqta desak. A nuqtadan to'k chiqdi. Xo'p. Mana bu tizimda bitta R1 qarshilik bilan ifodalaymiz. Bu tizim desa bitta qandaydir R2 qarshilik bilan ifodalaymiz. Bu o'rtasi R3 qarshilik bo'yicha turadi. O'sha holatda chizmamiz mana bu holatga keladi. Yuqorida R1 qarshilik, o'rtada R2 qarshilik va eng pastida R3 qarshilik. Hammasi bir-biriga parallellanib B nuqtaga keldi degan. R1 qarshilikni hisoblasak, R1 qarshiligimiz mana bunga teng. Bu R1 ga teng. Ikkitasi ketma-ket ulandi. 2R, 2R ga bu parallel ulandi. Demak, 2R taqsim 3 ga teng. Qo'shamiz, eng oxirida R unga ketma-ket ulandi. 5R taqsim 3 ga teng. R ikkimiz teng bo'lyapti R ga. R3 ni hisoblaydigan bo'lsak, R3imiz bu sistemani qarshiligiga teng. Ya'ni bu qarshilik bilan bu qarshilik parallellangan. Qarshiliklar R ga teng bo'lganligi uchun umumiysi R taqsim 2 desak bo'ladi va bu qarshiligimiz unga ketma-ket ulandi, u R ga teng. 3R taqsim 2. Parallellanganda umumiy qarshilik 1 taqsim R umumiy teng 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2 plus 1 taqsim R3 ga teng. 1 taqsim R1 o'rniga 5R taqsim 3 qo'yamiz yoki 3 taqsim 5R plus 1 taqsim R plus 2 taqsim 3R. Umumiy maxraj bersak 15R ga teng. Birinchisi 3 ga ko'paytirsak 9, ikkinchisi 15, uchinchisi 10. Demak, 34 taqsim 15R ga teng ekan. R umumiy topsak 15 taqsim 34 R ga teng. Javobimiz S javobi. 20-savol. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bu sistemani qarshiligini topamiz. Ya'ni buni qarshiligi ketma-ket ulandi va bu ishimizni birinchi ish deylik. Ya'ni birinchi ishimiz mana bu sistemani qarshiligini hisoblash. Keyingi holatda bu ikkinchi ish bo'ladi, bu uchinchi ish bo'ladi, bu to'rtinchi ish bo'ladi. Shu holatda orqadan boshlab yig'ib kelaveramiz. Demak, birinchi qarshiligimiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu sistemani qarshiligini hisoblashimiz kerak. 4 bilan 2 ketma-ket ulandi, jami 6 ga teng. 3 bilan parallellasak 6 ko'paytirib 3 taqsim 6 plus 3 bu 2 ohmga teng ekan. Ikkinchi qiladigan ishimiz bu birinchisi bo'lsa, bu ikkinchi ishimiz. 10 ohmlik qarshilikka 2 ohmlik qarshilik ketma-ket ulandi. Jami 12 ohm. 12 bilan 4 ni parallellaymiz.
12 ko'paytirib 4 taqsim 12 plus 4 bu 3 ohmga teng. Endi 3-chi ishimiz. 3-chi ishimiz 3 ohmga 5 ohm ketma-ket ulanyapti. 8 ohm, 8 ohm bilan 8 ohm parallel ulanadigan bo'lsa, umumiy qarshiligimiz 4 ohmga teng bo'ladi. Va 4-chi ishimiz 3 ohmni bunga ketma-ket ulasak bo'ldi. 4 plus 3 teng 7 ohm. Javob A. 22-savol. 21-savol. Alyuminiyning termik koeffitsiyentini aniqlash uchun dastlab doimiy kuchlanishda eriyotgan muzga solindi. Demak, birinchi holatda eriyotgan muzimiz 0 gradusga teng. Undagi tok kuchi 35 mA. Birimiz 35 mA ga teng ekan. Keyin qaynayotgan suvga. T2miz qaynayotgan suv 100 gradus solindi. Bunda tok kuchi E2 teng 25 mA. Alyuminiyning termik koeffitsiyentini toping. Alfani topishimiz kerak. Kuchlanishlar bir xil bo'lganligi uchun yuqorida aytib o'tilib ketdi. Doimiy kuchlanishda. Demak, E1 R1 teng E2 R2 ga. E1 35 ko'paytirib 10 - 3 mA bo'lganligi uchun R1 o'rniga R0 1 plus alfa 0. Ikkinchi holatda 25 ko'paytirib 10 - 3 -3 darajalar qisqaradi. R0 bu ham qisqaradi. 1 plus 100 ta alfaga. Demak, 35 teng 25 plus 2500 alfaga. 10 teng 2500 alfa. Demak, alfamiz teng 10 taqsim 2500 ga. Bu degani 1 taqsim 250 ga teng ekan. Lekin javobda 10 - 3 darajasida deyilganligi uchun 1000 ga ko'paytirsak, shunda 4 ko'paytirib 10 - 3-si 1 taqsim kelvin chiqadi. Javob C. 22-si. Yopiq zanjirdan tok o'tish natijasida magnit maydon hosil bo'ldi. 5 minutda bu maydon qanday masofani bosib o'tadi? L teng S. Xo'p, to'lqin elektromagnit to'lqin bo'ladi. Sani qiymati 3 ko'paytirib 10-8-si ko'paytirib 5 minutimiz 5 ko'paytirib 60. Bu degani 9 ko'paytirib 10 metr yoki 9 ko'paytirib 7 kilometr. Javob A. 23-savol. Induksiyasi B bo'lgan magnit maydonga uchib kirgan zarra chastotasi nu bo'lsa, bu ma'lumot asosida nimani topish mumkin? Chastota Q/B taqsim 2pi m. Bizda chastota bor ekan, B bor ekan, 2pi bor. Yo'g'ini topamiz. Demak, Q taqsim m teng 2pi nu taqsim B ga teng. Shular bizdan ma'lum. Biz Q taqsim m ni topishimiz kerak. Q taqsim m bilamizki, zarrani solishtirma zaryadni ifodalaydi. Demak, javobimiz A javob. 24-si. Tebranish konturidagi g'altak induktivlik L ga agar zaryad qandaydir shu qonuniyat bo'yicha tebransa to'liq energiyani toping. Demak, tebranish konturida to'liq energiya biz g'altakning energiyasini topamiz. L W to'la teng L I0 kvadrat taqsim 2 desak bo'ladi. I0 topadigan bo'lsak, hop, Qdan olingan birinchi tartibli vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila tok kuchiga teng. Hosilasak Q0 omega sinus hosilasi kosinus omega t degani. Demak, i'miz teng Q0 omega kosinus omega t ga teng bo'ldi. Yoki i teng i0 kosinus omega t ga teng. Bundan i0imiz teng Q0 omega ga. Yuqoridagi formulani davom ettirsak, L Q0 omegani kvadrati taqsim 2. Demak, L Q0 kvadrat omega kvadrat taqsim 2 ga teng ekan. Javob A javob. 25-masala. Agar o'quvchi 50 gradus burchakka 10 marta kattalashtiruvchi lupa bilan qarasa, burchak qanday ko'rinadi? Lupa shunchaki kattalashtiradi, burchakning qiymatini kattalashtirmaydi-yu, shunchaki tasvirda o'zgartirishi mumkin hajmini, lekin burchak o'zgarmaydi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki,
50 gradus bo'yicha qoladi. Va javob. 26-si. Lazer nuri bir xil qalinlikdagi suvli va shishali plyonkani bir xil masofani qaysi birida birinchi o'tadi? Demak, birinchi holatda suv deylik. Suvda qalinligi d ga teng ekan, tezligini v1 deylik. Ikkinchi holatda shisha deylik. Qalinligi d bo'lsin, uni v2 tezlikda harakatlansin. Sababi yorug'lik nurini muhitda tarqalish tezligi turlicha bo'ladi. Vaqtlarni topamiz, nisbat topishimiz kerak. T1 taqsim T2 teng d taqsim v1 d taqsim v2. Bundan v2 taqsim v1 kelib chiqadi. Yoki v2 ning o'rniga s taqsim n2 s taqsim n1. Bundan n1 taqsim n2 kelib chiqadi. Xulosa qilishimiz mumkinki, qaysi birini sindirish ko'rsatkichi katta bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ko'proq vaqt harakatlanadi degani. Demak, sindirish ko'rsatkichlarini aniqlaymiz. Suvni sindirish ko'rsatkichi n1 4 taqsim 3 ga teng. Xo'p, shishani sindirish ko'rsatkichi n2 miz 3 taqsim 2 1,5 ga teng. Bu taqribiy 1,33 desak, o'shanda n2 n1 dan katta ekan. Bundan kelib chiqadiki, shishada ko'proq vaqt harakatlanar ekan. Javob B. 27-savol. Doimiysi 6 mikrometr bo'lgan diffraksion panjarada o'tgan nur ekranda 5-tartibdagi maksimum deyarli 90 gradus burchagida tushmoqda. To'lqin uzunligini toping. K lambda teng d sinus alfa. Lambdani topsak d sinus alfa taqsim k ga d ning qiymati. Javob mikrometrda ekan, mikro bo'yicha turaveradi. 6 ko'paytirib 1 taqsim 5 1,2 mikrometr. A javob. 28. Fokus masofasi 20 sm. Demak, fokus masofasi 20 sm bo'lgan yig'uvchi linzada mavhum tasvir linzadan 60 sm masofada, demak, tasvir 60 sm masofada hosil bo'lgan bo'lsa, linzani kattalashtirishni toping. 1 taqsim f yig'uvchi bo'lganligi uchun plus bo'ladi. 1 taqsim d mavhum tasvir bo'lganligi uchun 1 taqsim minus f ga teng. Qo'ysak 1 taqsim 0,2 teng 1 taqsim d minus 1 taqsim 0,6. D ni topsak 1 taqsim d imiz teng bo'ladi. Hop. 5 plus 10 taqsim 6 ga yoki 5 plus 5 taqsim 3 ga teng. Bu 20 taqsim 3 ga teng ekan. D ni topadigan bo'lsak 3 taqsim 20 ga teng. Bu metrda, santimetrga o'tkazadigan bo'lsak 15 santimetr chiqadi. Kattalashtirish k teng f taqsim d ga teng. 60 ni 15 ga bo'lsak 4 chiqadi. Javob B. 29-si. Tinchlikdagi zichligi R0 12,8 gram taqsim metr kubga teng ekan. Bo'lgan jismning 0,6 tezlikdagi v teng 0,6 tezlikda harakatdagi zichligi topilsin. Zichlik topish formulasi r teng r0 taqsim 1 minus v taqsim s ni kvadratiga teng. Demak, r0 taqsim 1 minus v imiz 0,6 s qisqarsa 0,36. r0 taqsim 0,64 12,8 taqsim 0,64 bu degani 20 gram taqsim metr kub degani. Javob S. 30-savol. Pi mezon parchalanib ikkita gamma kvantiga ajraldi. Gamma kvantlari energiyasi Y1 va Y2 ga teng va gamma kvantlari qarama-qarshi harakatlanayotgan bo'lsa, pi mezonni parchalanmasdan oldingi impulsi qanday? Demak, mana bu yerda bitta pi mezon zarrasi bo'lgan. Boshlang'ich holatda tinchlikdagi energiyasi bo'lgan yoki qandaydir impulsga ega bo'lgan. Keyingi holatda bular parchalanibdi. Parchalanish natijasida qandaydir m1 massasi chap tomonga, m2 massasi o'ng tomonga harakatlanibdi.
O'sha holatda birinchisining impulsini topadigan bo'lsak, P1 teng Y1 taqsim S ga teng. Ikkinchisining impulsini topadigan bo'lsak, P2 teng Y2 taqsim S ga teng. Sababi birinchisi Y1 energiyaga ega bo'lgan, ikkinchisi Y2 energiyaga ega bo'lgan. To'lov impulsi topadigan bo'lsak, P umumiy teng P1 minus P2 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, P1 imiz hop Y1 taqsim S minus Y2 taqsim S. Bundan Y1 minus Y2 taqsim S ga teng bo'ladi. Demak, undan oldingi impulsi ham xuddi shunga teng bo'ladi. Javobimiz D javob. 31-masala. Rasmda qaysi o'tishda eng katta impulsli foton yutilgan? Demak, bu yerda qaysi oralig'ida impulsli foton yutilishi, qaysi oralig'ida foton chiqarish, ya'ni nurlanishini bilishimiz kerak. O'ziga foton yutadigan bo'lsa, energetik sathi ko'tariladi. Ya'ni birinchi sathdan 2 ga o'tishi mumkin, yo 1 dan 5 ga o'tishi mumkin shu holatda. Agar foton chiqaradigan bo'lsa, yuqori sathdan pastki sathga tushadi. Bundan kelib chiqadiki, 1 va 1 o'zi ekan. 1ni o'zida bu foton chiqargan. Ya'ni foton chiqarish natijasida 5-sathdan 1-sathga tushgan. 2, 3, 4-oralig'ida bunda foton yutgan. Foton yutish natijasida sathlari ortgan. Ya'ni ikkinchisida 2-sathdan 5-sathga o'tgan, 3-sida 1 dan 2 ga o'tgan, 4-sida esa 1 dan 5-sathga o'tgan. Savolda aytilyaptiki, demak bunda foton yutdi. Eng katta foton yutilgan deyapti. 2, 3, 4 ixtiyor bittasini taqqoslaymiz. Demak, P2 ni hisoblasak, Y2 taqsim S degan. Y2 miz Y0. Xo'p, 2-sathdan 5-sathga o'tdi. 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 25 taqsim S ga teng. Bu degani 21 taqsim 100 S yu Y0 ga teng. Uchinchisi P3 imiz teng Y3 taqsim S ga. Bu degani Y0 1 minus 1 taqsim 4 ga S. Bu degani 3 taqsim 4 Y0 taqsim S ga teng. P4 ni hisoblasak, Y4 taqsim S ga. Y4 imiz Y0 1 minus 1 taqsim 25 taqsim S ga teng. Hisoblasak, 24 taqsim 25 Y0 taqsim S ga teng. Shularni taqqoslaymiz. Bu 0.75, 0.21, 0.96. Bundan kelib chiqadiki, 4-oralig'da eng katta fotonni yutgan. Javobimiz B. 32-savol. Agar 4.2 X elementi bog'lanish energiyasi 27 mega elektrovolt bo'lsa, solishtirma bog'lanish energiyasi qancha mega elektrovolt bo'ladi? Bilamizki, solishtirma bog'lanish energiyasi teng bo'ladi bog'lanish energiyasini molyar massaga bo'lganimizga. Demak, 27 ni bo'lamiz. Molyar massasi 4 ga teng. Demak, bu 6.75 mega elektrovolt degan. Javobimiz B. 33 va 35 oralig'idagi savollar. Elektron va pozitron R radiusli aylana atrofida harakatlanib, pozitroniyni hosil qilmoqda. Elektronning massasi m y ga, zaryadi y ga teng. 33-savolda aytilyaptiki, hop, pozitroniyning kinetik energiyasini toping. Demak, aylana bo'ylab harakat qilayotgan bo'lsa, shu nuqtada elektron harakatlanyapti qandaydir v tezlikda. Aylana bo'ylab ikkinchi tomonida bu ham qandaydir v tezlikda pozitroniy harakatlanyapti.
aylana bo'ylab harakatlanyapti. Radiusi r ga teng deylik. Shu holat uchun markazdan qochma kuch bizda kulon kuchiga teng bo'ladi. Ya'ni markazdan qochma kuch bir-birini itarishga harakat qilsa, ya'ni markazdan qochib ketishga harakat qiladigan bo'lsa, kulon kuchi bular zaryadlar qarama-qarshi bo'lganligi uchun bir-biriga tortishga harakat qiladi. Bular bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni k y taqsim oradagi masofamiz 2r ni kvadrati-yu zaryadi ham y ga teng bo'ladi buni. Teng bo'ladi. Xo'p. M v kvadrat taqsim r ga hisoblasak. K y kvadrat taqsim 4 ta r teng mv kvadrat taqsim r ga 4 r ni kvadrati. Qisqartirsak, shunda bizda mv kvadrat teng k y kvadrat taqsim 4r liga kelib chiqadi. Shu holat uchun pozitronning kinetik energiyasini hisoblaymiz. Demak, y kinetik energiya teng. Xo'p, pozitroniy degani yuqorida, xo'p, elektron massasi, pozitronni hosil qil. Demak, elektron bilan pozitron qo'shilish natijasidan hosil bo'lgan zarra ekan, umumiy massasi 2m ga teng bo'ladi. Tezligi v kvadrat bo'yicha 2 harakatlanyapti. Demak, bu mv kvadratga teng bo'ladi. Pastda yozdik, mv kvadratimiz k y kvadrat taqsim 4 ta r liga kelib chiqdi. Demak, javobimiz S javob bo'ladi 33 ga. 34-savol. Pozitronning to'la energiyasini hisoblang. 34-savol. Pozitronning to'la energiyasini hisoblang. Y to'la energiya teng bo'ladi. Y kinetik plus Y potensiali ikkitasini to'la energiyasi. 2 ta m elektron s kvadratga teng. Kinetik energiyamiz k y kvadrat taqsim 4 ta r ga teng bo'ldi. Potensial energiyamiz k y minus y oradagi masofa 2r ga teng plus 2m s kvadratga teng. Demak, 2m s kvadrat. Xo'p, umumiy mahraj bersak minus k y kvadrat taqsim 4 ta r ga teng. Demak, javobimiz 2m s kvadrat minus k y kvadrat taqsim 4r. Bu javob ekan. 35-si. Pozitronning potensial energiyasini hisoblang. Yuqorida pozitronning potensial energiyasini hisobladik. Y potensial teng k y minus y oradagi masofa 2r ga teng. Demak, Y potensial teng minus k y kvadrat taqsim 2r ga teng. Javob F. 36-savol. 80 metr balandlikdan gorizontal otilgan jismning boshlang'ich tezligi 5 metr taqsim sekundga teng. Jismni uchish vaqtini toping. Gorizontal tezlikda uchish vaqtiga umuman ahamiyati yo'q. Shuning uchun t ni topsak, ildizda 2h taqsim j ga teng. Demak, 2 ko'paytirib 80 taqsim 10. Javob 4 sekund. Jismni dastlabki 3 sekundda impuls o'zgarishi qanday? Demak, boshlang'ich holatda faqatgina px o'qi bo'yicha impuls bo'lgan, bu m vx ga teng bo'lgan. Ikkinchi holatda jism mana shu yerdan uloqtiradigan bo'lsak, vx tezligi bilan 3 sekunddan keyin harakati mashq holatda davom etadi. Bu v ga teng. Bu o'qda vx o'qi bo'yicha, bu o'qda vy o'qi bo'yicha. Ya'ni ikkinchi holatda bizda px o'qi bo'yicha m vx, y o'qi bo'yicha py teng m vy impulsga ega bo'ladi. Umumiy o'zgarish topadigan bo'lsak, o'zaro ikkita o'q bo'yicha impuls o'zgaradigan bo'lsa, boshlang'ich holatda py imiz 0 ga teng bo'ladi. P yoki delta p imiz teng ildiz ostida. Xo'p, px 2 x1 qilaylik minus px1 kvadrati plus py2 minus py1 kvadrati. Hisoblasak, px2 bilan px1 bir-biriga tengligidan
0 ga teng bo'ladi. Bundan pi y 2 minus pi y 1 topsak bo'ladi yoki shunchaki pi y topsak bo'ladi. Pi y imiz teng bo'ladi m va y ga yoki bu m j t ga teng. Hop, massasi berilmagan ekan. Shu yerga shart yozib ketamiz. Massasi 1.2 kg edi. Adashmasam. Hisoblasak. 1.2 ko'paytirib 10 ko'paytirib 3 sekund 36 ga teng ekan. Kilogramm metr taqsim sekund. Javobimiz 36. 37. Tennis raketkasiga ko'ptok 12 metr/sekund tezlik bilan urilib, 16 metr/sekund tezlikda qaytdi. Bunda ko'ptokdagi kinetik energiya o'zgarishi 14 joulga teng bo'lsa, ko'ptokning massasini toping. Demak, kinetik energiya o'zgarishi Y2 minus Y1 ga teng. Bundan mv2 kvadrat taqsim 2 minus mv1 kvadrat taqsim 2 ga teng. Bundan delta y imiz teng bo'ldi m taqsim 2 v2 kvadrat minus v1 kvadratga teng. Demak, delta y imiz teng bo'ldi massasini topamiz bundan. 2 ta delta y taqsim v2 kvadrat minus v1 kvadratga teng. 2 ko'paytirib 14 taqsim 256 minus 144. Demak, 28 taqsim 2 1 112. 28 ga bo'lsak 1 taqsim 4 yoki m teng 0.25 kilogramm. Javob 0.25. Ikkinchisi, basa ko'ptok impuls o'zgarishini toping. Ko'ptok impulsining o'zgarishi delta p teng m delta v ga. Massasi 1 taqsim 4 chiqdi. Hop, tezlik o'zgarishi qarama-qarshi holat bo'lganligi uchun yig'indi bo'ladi. 28 bu 7 kilogramm taqsim metr taqsim sekundga teng ekan. Javob 7. 38-si. Gorizontga qiyalatib otilgan 800 gramm massali jismning maksimal ko'tarilish balandligi 80 sm ga, uchish uzoqligi 2,4 metrga teng. Jismning boshlang'ich tezligini toping. Hop. Massasi 0.8, ko'tarilishi 0.8, uchish uzoqligi 2,4. Bundan v0 ni topishimiz kerak ekan. Demak, h teng v0 kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim 2j, l teng v0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim j ga teng. Nisbat olsak 1 taqsim 3 teng v0 kvadratlar ketsa sinus alfa taqsim 4 ta kosinus alfa ga teng. Demak, tangens alfamiz teng bo'ldi 4 taqsim 3 ga. Bu degani alfaga teng bo'lsa, bu yer 4 ga, bu 3 ga, bu 5 ga teng bo'ladi. Bundan sinus alfani topadigan bo'lsak, bu 4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. H teng v0 kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim 2 ta j ga teng. Bundan v0 kvadrat sinus kvadrat alfamiz 2j h ga teng. Bu degani yoki kvadratlarni o'chiramiz, shunchaki ildizga tiqamiz. 20 ni 0.8 ga ko'paytirsak 16 4 ga teng ekan. v0 imiz teng bo'ladi 4 taqsim sinus alfa. Bu degani 4 taqsim 4 taqsim 5, bu 5 ga teng ekan. Javob 5. Jismning maksimal ko'tarilish balandligidagi kinetik energiyasi aniqlansin. Maksimal ko'tarilish balandligidagi y o'qi bo'yicha tezligi 0 ga teng bo'ladi. Demak, vx topsak bo'ldi biz. Vx imiz teng v0 kosinus alfa ga teng. v0 imiz 5 ga teng, kosinus alfamiz 3 taqsim 5 ga teng. Javob 3 metr taqsim sekundda tezlikda harakatlansa, kinetik energiyamiz mvx kvadrat taqsim 2 ga teng. Massasi
800 grammida 0,8 ko'paytiruv 9 taqsim 2 0,4 ko'paytiruv 9 3,6 joulga teng. Javob 3,6. 39. Bir atomli ideal gazning bosimini hajmiga quyidagicha bog'langan. 1-2 o'tishda gaz ichki energiyasi qanchaga o'zgargan? 1-2 o'tishda ichki energiya. Odatda har doim delta U ni topishimiz uchun shunchaki U2 dan U1 da ayirishimiz kerak. U2 nuqtada ichki energiya 3 taqsim 2 P2 V2 minus 3 taqsim 2 P1 V1. Demak, delta U'miz teng 3 taqsim 2 P2 V2 minus P1 V1 ga teng. 3 taqsim 2 yu P2miz 6 ko'paytiruv 10 ni 3-si V2miz 2 ko'paytiruv 10 ni minus 3 minus 3 ko'paytiruv 10 ni 3-si 5 ko'paytiruv 10 ni minus 3. Demak, darajalar qisqaradi. 3 taqsim 2 12 minus 15 ga hisoblasak minus 9 taqsim 2 bu minus 4,5 joule. Demak, savolda qanchaga kamaygan deyilgan? Minus 4,5 joule kamaydi yoki 4,5 joule kamaydi desak bo'ladi. Basta 1-2 o'tishda gaz tashqariga qancha issiqlik chiqargan? Xo'p, bajarilgan ishni topamiz. A teng odatda 1-2 o'tishdagi mana shu sohani yuzasini hisoblashimiz kerak. Hisoblasak P1 plus P2, ya'ni trapetsiyani yuzasini topamiz. Bu P1, bu P2 taqsim 2 yu delta V'miz mana bu balandligi bo'ladi. Bu V hop 2 minus V1 ga teng. Hisoblasak P1miz 3 ko'paytiruv 10 ni 3, 6 ko'paytiruv 10 ni 3 taqsim 2 yu 3 ko'paytiruv 10 ni minus 3. Bu plus bo'ladi. Qisqartirib olamiz. Demak, 9 taqsim 2 ko'paytiruv minus 3 bo'ladi asli. Bu minus 27 taqsim 2 ga. Bu degani minus 13,5 joule energiyani chiqarib yubordi degani. Xo'p, tashqi kuch ish bajardi deganida. Shu holatda hisoblasak javobimiz 18 joule. 40-si. Carnot sikli bo'yicha ishlovchi dvigatelda T1 taqsim T2 7 taqsim 4 bo'lib, sovutgich 2400 joule energiya olgan. Issiqlik mashinasining foydalanish koeffitsiyentini toping. Demak,etta teng T1 minus T2 taqsim T1 ko'paytiruv 100 ga. Bu degani 1 minus T2 taqsim T1 ko'paytiruv 100 desak. T1 taqsim T2miz 7 taqsim 4 ga teng bo'lsa, T2 taqsim T1miz 4 taqsim 7 ga teng. Demak, 1 minus 4 taqsim 7 ko'paytiruv 100. Bundan 3 taqsim 7 ko'paytiruv 100. Bu degani 300 taqsim 7 ga teng bo'ladi. Foydalanish koeffitsiyenti 300 taqsim 7 ga teng. A taqsim Q1 o'rniga. Hop, A'miz o'zi teng bo'ladi. Q1 minus Q2 ga teng. Q1 ni topsak A plus Q2 ga teng. Demak, A plus Q2 ga teng ekan. Bunda A ni topsak ko'paytiruv 100 qisqarsa 3 ta A plus Q2 teng 7 ta A ga. 3 A plus 3 ta Q2 teng 7 ta A ga. Demak, 4 ta A teng 3 ta Q2 ga. A'miz teng bo'ladi 3 Q2 taqsim 4 ga. Savolda aytayaptiki, 5 siklda bajarilgan ish. Demak, 3 ko'paytiruv 2400 taqsim 4. 6 bu 1800 joule ekan.
4 siklda bajarilgan ish yo'q, 5 siklda bajarilgan ish topadigan bo'lsak, A umumiyimiz 5 ko'paytirib 1800. Javobimiz 9 kilojoule. Javob 9. 41-si. Ikki parallel cheksiz o'tkazish orasidagi masofa 4 sm. Ulardan bir yo'nalishda oqadigan toklar esa mos ravishda 4 va 3 amperga teng. Ikkala o'tkazgichdan 5 metr uzoqlikda qanday kuch bilan ta'sirlashadi? Demak, amper kuchiga ko'ra F teng B I L ga teng. Bani topadigan bo'lsak, mu0 I1 taqsim 2pi r I0 ga I2 qo'yaylik, L ga teng. Hisoblasak, F teng, hop, mu0 o'rniga 4pi ko'paytirib 10⁻7-sa ko'paytirib I1 o'rniga 4, I2 o'rniga 3, 2pi masofamiz 4 sm ekan, 10⁻2-sa ko'paytirib L ning qiymati 5 ga teng. Soddalashtirsak 2, 4 bilan 4 ketdi. Hisoblasak 2 ko'paytirib 10⁻7-sa ko'paytirib, hop, 3 kara 5 15 ko'paytirib 10⁻2-sa. Demak, hisoblasak, hop, 30 ko'paytirib 10⁻5 bu degani 300 millinewton degani. Javob 300. Bo'lsa, birinchisidan 1 sm, ikkinchisidan 5 sm uzoqlikda joylashgan nuqtadagi natijaviy induksiyani aniqlang. Demak, shu yerga chizmasini chizsak, birinchisidan 4 amper tok oqyapti. Ikkinchisidan 3 amper tok oqyapti. Birinchisidan 1 sm, oradagi masofamiz 4 sm ga teng edi. Demak, mana shu nuqtaga to'g'ri kelar ekan. A nuqta. A nuqtadagi B'ni topishimiz kerak. Hop. Birinchisining induksiyasi B1 teng mu0 I1 taqsim 2pi kichkina r. Oradagi masofani L desak yoki katta R deylik. B2 ni topsak mu0 I2 taqsim 2pi r plus katta R ga teng. Shu nuqtada magnit induksiya vektor yo'nalishini topamiz. Birinchisida chiquvchi bo'ladi bu nuqtada, ikkinchisida ham chiquvchi bo'ladi. Demak, yig'indini hisoblasak bo'ldi. Bn teng B1 plus B2 ga teng. B1imiz mu0 I1 taqsim 2pi r, B2imiz mu0 I2 taqsim 2pi r plus r. Hisoblasak, mu0 taqsim 2pi santimetr deyilganligi uchun 10⁻2 ni chiqarib olsak, hop, I1 plus I2 taqsim 5 qiladi. Hisoblaymiz, mu0imiz 4pi ko'paytirib 10⁻7-sa, 2pi ko'paytirib 10⁻2-sa, I1imiz 4 ga teng, I2imiz 3 ga teng. Bu 0.6 ga teng ekan. Demak, qisqardi. 2 qoldi. 2 ko'paytirib 10⁻5 ko'paytirib 4.6. Javob milliteslada so'ralgan ekan, shuning uchun 92 millitesla desak bo'ladi. Javob 92. 42-si. Ikki kosmik kema bir tomonga mos ravishda 0.8 va 0.6 tezlikda harakatlanmoqda. Ular nisbiy tezligini klassik usulda toping. Klassik usulda v nisbiy teng bir yo'nalishda bo'lsa, v1 minus v2 ga teng. Bundan v1imiz qiymati 0.8 sa, v2 ning qiymati 0.6 sa. Bu degani 0.2 ga teng. Javob 0.2. Basida ular nisbiy tezligini relativistik usulda hisoblang. Relativistik usulda hisoblasak, vn teng v1 minus v2 taqsim 1 minus v1 v2 taqsim s kvadratga teng. 0.8 sa minus 0.6 sa taqsim 1 minus 0.8 ko'paytirib 0.6 sa kvadrat taqsim s kvadrat qisqarib ketdi. Demak, 0.2 sa taqsim 1 minus 0.48 ga teng. Bundan vn ni topsak
0,2 taqsim 0,52 ga yoki 20 taqsim 52 ga teng. Buni 4 ga bo'lib olsak 5 taqsim 13 ga teng. Javob 5 taqsim 13 sa. 43-savol. Tinchlikdagi energiyasi Y bo'lgan zarra 0,6 dan 0,8 ga o'zgarsa, tezligi zarra impulsi qanchaga o'zgaradi? Birinchi holatda impulsni aniqlasak, V1 teng M1 V1. M1imiz M taqsim ildiz ostida 1 minus V1 taqsim sani kvadrati V1 ga teng. Bu degani M taqsim 0,6 da bo'lsa 1 minus 0,36 V1 ga teng. Bu degani 0,64 0,8 ga teng. Bu 5 taqsim 4 mu V1 o'rniga 3 taqsim 5 sa qo'ysak. Demak, M sayu hop. Demak, teng bo'ladi 3 taqsim 4 M ga. Tinchlikdagi energiyasi Y emizsang, M sa kvadratga. Bundan M sani topsak, Y taqsim sa ga teng. Bu 3 taqsim 4 Y taqsim sa ga teng ekan. Ikkinchi holatdagi energiyani topsak, impuls topsak, P2 teng M2 V2. M2miz massa o'zgarishini hisoblasak, 0,8 bo'lgan holatda M taqsim ildizda 1 minus 0,64 V2 ga teng. Bu degani 0,36 5 taqsim 3 ko'paytirib 4 taqsim 5 M ga teng. Qisqartirsak 4 taqsim 3 M yoki 4 taqsim 3 Y taqsim ga teng. Impuls o'zgarishini hisoblasak, delta P teng 4 taqsim 3 minus 3 taqsim 4 Y taqsim ga teng. 16,9 7 taqsim 12 Y taqsim ga teng. Javob 7 taqsim 12 Y taqsim ga teng. Basida zarraning kinetik energiyasi qanchaga o'zgaradi? Birinchi holatda Y1 to'la energiyamiz teng bo'ldi. Y0 plus Y kinetik 1 ga. Y kinetik 1 da topsak, Y1imiz hop M1 minus M0 deylik, M deylik. Sa kvadratga teng. M1imiz hop bu yerda hisobladik. 3 taqsim 4 ga teng bo'ldi. Yo'q, 3 taqsim 4 emas, mana bu yerda hisobladik. 5 taqsim 4 ga teng bo'ldi. 5 taqsim 4 M minus M sa kvadratga. Bu degani M sa kvadrat taqsim 4 ga teng. Yoki Y kinetik birimiz teng Y taqsim 4 ga teng ekan. Ikkinchi holatda Y2miz teng Y0 plus Y kinetik 2 ga teng. Y kinetik 2 ni topsak, M2 minus M sa kvadratga teng. Hisoblasak, M2miz massamiz 5 taqsim 3 M ga teng bo'ldi. 5 taqsim 3 M minus M sa kvadratga teng. Bu degani 2 taqsim 3 M sa kvadrat yoki Y taqsim 2 taqsim 3 Y ga teng bo'ladi. Qanchaga o'zgaradi? Delta Y ni hisoblasak, 2 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 Y ga teng. Umumiy mahraj bersak, 7 taqsim. Bu ham 7 taqsim 12 bo'ldi. Hop. 4 kare 2 8, 3 8 dan 3 dan ayirsak 5 taqsim 12 Y ga teng bo'ldi. Demak, javob 5 taqsim 12 Y. 44-si. Radiolokator to'lqin uzunligi 12 sm bo'lgan elektromagnit to'lqin chiqarishga sozlangan. U har sekundda 5 minut impuls chiqaradi. Har bir impuls davomiyligi 2 millisekund bo'lsa, radiolokatordan chiqayotgan elektromagnit to'lqin tebranish davrini toping. Demak, berilgan to'lqin uzunligi lambda 12 sm. Hop, har sekundda T teng 1 sekundda N teng 5 minut impuls chiqarar ekan. Hop, har bir impuls davomiyligi
t0'imiz teng ekan 2 mikrosekundga. Aslida tebranish davrini toping. Tebranish davri t teng hop lambda teng s t ekanligidan t ni topsak lambda taqsim s ga teng. Bu degani 12 ko'paytirib 10 ni minus ikkinchisi 3 ko'paytirib 10 ni 8-si. Bu degani 4 ko'paytirib 10 ni minus 10-sekund yoki 0,4 nanosekund desak bo'ladi. Javob 0,4. Ba'zi radiolokator maksimal qanday masofani o'lchaydi? Demak, maksimal o'lchash masofasini topadigan bo'lsak, bu s t taqsim 2 ga teng. Yoki umumiy nimasi bo'ladi? Davrga nisbatan topganimizda impulslar sonini ham hisoblashimiz kerak. S t taqsim 2n desak bo'ladi. Shu holatda 3 ko'paytirib 10 ni 8 ko'paytirib vaqtimiz 1 sekundda hop 2 ko'paytirib 5 minut impuls chiqardi. Bu degani 3 ko'paytirib 10 ni 8-si taqsim 10 ni 3-si. Bu 3 ko'paytirib 5 mi yo'q, bu 4 ekan. 10 ni 4-si bu degani 30 kilometrga teng. Javob 30. 45-si. Vodorod atom elektroni 4-energetik sathdan 3-energetik sathga o'tdi. Nurlanish foton chastotasini toping. Hop. H nyu teng Y0 1 taqsim 3 kvadrat 9 minus 1 taqsim 4 kvadrati 16. Demak, hisoblasak 16 9 7. 7 taqsim 144 Y0 ga teng ekan. Chastotani topadigan bo'lsak 7 ko'paytirib Y0 taqsim 144 H ga teng. 7 ko'paytirib 13,6 elektrovolt taqsim 144 ko'paytirib 4,13 ko'paytirib 10 ni minus 15 elektrovolt. Qisqartirsak hop 7 ko'paytirib 13,6 ko'paytirib 10 ni 5-si taqsim 144 ko'paytirib 4,13. Kalkulyatorga hisoblaydigan bo'lsak hop mana 15 edi. Taqribiy 160 ko'paytirib 10 ni 12-si gerts bo'ladi. Shunda javobimiz 160 teragerts degani. Ba'zi bunda atom qanday impuls olishini toping. P teng Y taqsim S ga teng Y'imiz 160 ko'paytirib 10 ni 12-si ko'paytirib 6,63 ko'paytirib 10 ni minus 34 taqsim 3 ko'paytirib 10 ni 8-si. Buni ham taqribiy hisoblasak 353 6 ko'paytirib 10 ni minus 30-si yoki 3,54 ko'paytirib 10 ni minus 28-si desak bo'ladi. Javob 3,54 ko'paytirib 10 ni minus 28-si.